Hozirgi kunda ro'za vaqti munosabati bilan mana ko'pchilik implant qo'ydirgan ayollarimizga tavsiya bermoqchiman. Implantdan qo'yilgandan keyin ba'zi bir holatlarda jigarrang ajralma kelishi kuzatiladi. Ya'ni bu davom etishi mumkin 10 kun, 20 kun. Kimdadir doimiy har kuni oz miqdorda jigarrang ajralma kelib yurishi mumkin. Bu vaqtda ba'zi bir ayollarimiz o'sha ro'za tutmayapti yoki bo'lmasa namozni ham o'qishni to'xtatib qo'yishibdi. Yo'q, bu juda ham noto'g'ri holat hisoblanadi. Ya'ni implantdan qo'yilgandan keyin keladigan o'sha jigarrang ajralma davomliligi, menstruatsiya kelmaydida ko'pincha. Jigarrang ajralma kelib yuradi. Davomliligi masalan avvalgi menstruatsiyangiz 5 kun bo'lsa, o'sha 5 kunda tutmaysiz ro'zangizni yoki bo'lmasa o'sha 5 kunda namozingizni o'qimaysizda. Keyin qolgan kunlarida o'sha qanaqa qoidasiga ko'ra tahoratni olib, g'usl qilib, namozingizni o'qishingiz yoki bo'lmasa ro'za tutishni davom etishingiz mumkin. Ko'pgina kelgan savollar bo'lganligi uchun bitta qilib umumiy javob berib o'tib ketdim.